Laylatul Qadr kechasining duosi. Agar Laylatul Qadrni topsak, shu duoni ko'proq qilaylik. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Oysha onamizdan keladi. Oysha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlar. Ya Rasululloh, agar men bu kechani Laylatul Qadrligini bilsam, nima deb duo qilay, nima deydiganlar? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Quli ayting, Allohumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allohim, albatta sen afu qiluvchi bo'lgan, kechiruvchi bo'lgan zotsan. Tuhibbul afwa, kechirishlikni, afu qilishlikni yaxshi ko'rasan. Fa'fu anni, bas meni ham kechir, meni afu qil. Alloh taolo hammamiz gunohlarimizni kechirsin. Mana oxirgi 10 kunlikka kirib kelyapmiz. Belli bog'laydigan payt keldi. Alloh taolo hammamizni Laylatul Qadrni topishligimizni nasib qilsin.